Miyangizni o'ldiradigan odatlar va ularni to'g'rilash usullari. Bugun oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga erishish uchun eng qiyin davr hisoblanadi. Chunki siz har kuni miyangizni zararli odatlar bilan qovuryapsiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ijtimoiy tarmoqlarda keraksiz videolar ko'rish bilan vaqt o'tkazish, uyqu va ovqatlanish rejimini har kuni buzish, o'zingizga bergan va'dalaringizdan har kuni voz kechish. Bularning barchasi sizning miyangizni zararlaydi va maqsadlaringizdan uzoqlashtiradi. Yaxshi yangilik shuki, ozgina intizom va ozgina harakat bilan bugun siz 90% insonlardan oldinga o'tib olishingiz mumkin. Birinchisi, ijtimoiy tarmoqlarda boshqalarning muvaffaqiyatini ko'rib, o'zingizni omadsiz his qilishni to'xtating. Har kimning o'z yo'li va o'z vaqti bor. O'zingizga va o'z maqsadlaringizga diqqat qiling. Ikkinchisi, fokus va intizomni shakllantiring. Birgina intizom va diqqatning o'zi sizni uzoqqa olib borib qo'yadi. Ertani kutmang, bugundan boshlang.